오호. Qarda qarliq tashladik, yomg'irda yog'liq tashladik. Tunji qarni tabriklab, sizga qarliq tashladik. YouTube kanalimga kirib ko'rib chiqing. Tunji qar muborak. Assalomu alaykum ko'ning do'stlar, Guli Maqsud kanaliga xush keldinglar. Men Kanadada yashayman. YouTube kanalimda Kanadaga kelish yo'llarini tanishtirildi, ya'ni har xil vizalarning turlari, undan boshqa Kanadadagi turmushni va Kanadaga munosabatli har qanday uchurlar bo'lsa o'rtoqlashib olmoqchi. Kanalimga obuna bo'lishinglarni qarshi olaman. Obuna bo'lib, yandagi kichik qo'ng'iroqni yechib qo'yinglar. Hozir o'zinglar ko'rayotganlaridek Kanadadagi tunji qarni tabriklab bu videoni ishlayapman. O'zimning uyimning oldida. Bugun 2019-yil 11-oyning 7-kuni tunji qar yog'di. O'sha munosabat bilan o'zimning hozir videolarimni ishlab Kanadaning tunji qarini sizlar bilan o'rtoqlashay dedim. Hamda sizlarga qarliq tashladim. YouTube kanalimga kirib aylanib chiqinglar. Endi davomli videolar chiqib turmoqchi. Undan boshqa bugun tushdan keyin maktabga berib videolarımның oxirini ishlamoqchi, ya'ni xizmat vizasiningki ikkinchi videosini ishlamoqchi. Ben tehi tunugunlam güzel ko'z manzarasini tomosha qilib kelgandim. Mana bugun bir kechadalam jahannamiya o'zgarib oq libos kiyinib bo'pti. Mana chiroyli. Kanadada qish fasli shundoq uzun bo'ladi. Oho, yoz kelgichlik ko'zimiz to'tib ketadi. Anandan keyin qish faslidan yozga kirishga o şundaq tezlan bir uxlab uyg'onsangizlar butun atrof yeshil bo'lib ketadi. Qani kelar yili yoz bahorga kelgan chog'dan, voy bahormi yo'q bu yerda tehi. Tuyuqsizlam yozga kirib ketadi. Bir kechaning ichida lam 20 gradus 30 gradus farq qilib qoladi. Mayda bir qiziqarli gap bor. Kanadaning 4 faslini sanab bering desa, yoz, qish deb ataydigan. 4 fasli. Uyim bilan maktabning oraliqi 15 minut. Maktabga berib video ishlab kelay. Kelarki video xizmat vizasining ikkinchisi.
qar deyimna. Hadi qarlıq taşlı demim ya. Kimga? Hangi qani təbriklab sizga 10 ming dollar. 10 ming dollar dostum ay bize. İnsaf qılın. Bu shunchalik bo'lsinmi? Do'stlaringizga tavsiya qilib qo'ying, obun bo'ling. Hammanglar omon bo'linglar, xayr xo'sh. Yüzüge çıkıp ay gül yala Peske karıma yarıma gül yala Peske karıma yarıma gül yala Bizni otka sep koyup ay gül yala Sana yakarıma yarıma gül yala Bizni otka sep koyup ay gül yala Sana yakarım yarıma gül yala Sana yakarım